Far away from the noise, listen to the sound of my voice. Far away from the noise, listen to the sound of my voice. Ernest Hemingway. Alvido qurol. Dunyo miqyosidagi mashhur adib, Nobel mukofoti sovrindori Ernest Hemingwayning Alvido qurol romani haqida so'z yuritamiz. Urush u oddiy odamning orzularini, baxtini, hatto muhabbatini ham yulqib ketadi. Bu bir amerikalik harbiy shifokor Frederick Henry haqida. U Italiyaning front chizig'ida xizmat qilmoqda. Jarohatlar, qon va dard ichida yashaydi. Lekin urush ichida ham umid bor edi. Muhabbat bor edi. Catherine Barclay britaniyalik hamshira. Bu bilan uchrashuv boshida oddiy tanishdek tuyuladi. Ammo yuraklar boshqacha qaror qiladi. Muhabbat ularni bir-biriga bog'laydi. Lekin urush mehrni, oromni, hatto hayotni ham tortib oladi. Frederick tanlov qiladi. Urushmi yoki muhabbat? U qurol bilan xayrlashadi. Alvido qurol. Lekin hayot u doim o'z yo'lida. Dushman faqat urush emas, ta'qib, ochlik, qo'rquv va eng og'iri yo'qotish. Bu roman urushdan charchagan, muhabbatga chanqagan yuraklar haqidagi romandir. Yozuvchi Hemingwayning haqiqatga to'la, yurakni tiladigan hikoyasi. Bu urushga qarshi qichqiriq, muhabbat uchun kurash va bu insonning o'z baxti uchun bergan bahosi. Alvido qurol. Hayot va o'lim o'rtasidagi nozik chegara. Kitobni o'qing. Biz tavsiya etamiz.